Men ham elektrik ham benzinli skuterda dastavka qilib ko'rdim va sizlarga qaysi birida qancha pul topish mumkinligini aytib beraman. O'zi elektrik skuterda uncha rasxod ko'p emas, lekin belgilangan kilometrdan ko'proq yura olmaysiz. Zaryadkasi tugab qoladi. Lekin benzin skuterda xohlaganingizgacha dastavka qilsangiz bo'ladi. Rasxodi bo'lsa faqat moy almashtirish va benzin quyishga ketadi. Kuniga o'rtacha hisoblaganda 80 ming so'mgacha benzin quyilar ekan. Benzinli skuterda dastavka qiladigan bir akadan necha pul topishlarini va rasxodlarini so'rab ko'rdim. Sizda benzinli skutermi yoki elektronlimi aka bu? Benzinli. Kuniga necha pul rasxod qilasiz benziniga necha pulgacha topsa bo'ladi aka bunda? Kuniga o'rtacha 70-80 millik benzin rasxod qilaman. U o'z ishlashingizga bog'liq. Endi bir kunda 500 ming 600 minggacha sof foyda topsa bo'ladi. Necha soatda aka? Примерно 8-9 uzog'i. Va albatta elektrik skuterda ham yuradigan akamizdan ma'lumotlarni oldim. Bu elektronli skuter, to'g'rimi sizga? Necha pul rasxod va necha pul prixodi bor? 80 ming 90 ming rasxodim bor. Nimaga o'zi 80 ming 90 ming? Akkumulyator o'zi 30 ming, skuter o'zi 50 ming olganman. Topish taxminan u rasxodlardan tashqari 250 ming, 300 ming bo'lib qoladi agar buzilib qolmasa. Necha soat? Taxminan 10 soatdan 12 soatgacha ishlanadi.